Bismillah ve elhamdülillah ve salatu ve selam ala Rasulillah. Usul fiqh dersining davomi 8 fasl an-naql ahadi. Ahadi naql qilish degan xabar ahad degan gap. Ya'ni hadislarni biz mutawatir hadis, ahad hadis deb bilgan to'q. Ahad hadis deganimiz hadisninki raviylari ko'pligidan ularning yolg'onga birlashib olishi mumkin bo'lmaydigan mundaq bir darajaga yetmagan, ya'ni mutawatir hadis darajasiga yetmagan hadislarni biz xabar ahad deb ataymiz. Lekin bizdan xabar ahad bilan mutawatir hadislarninki o'tirsidagi bir chegara faslni deb bering deb talab qilinsa, biz buni deyolmaymiz. Masalan, agar ma'lum bir hadisni 1000 odam rivoyat qilgan bo'lsa, 1000 odamdan kelgan bo'lsa, o chaqda buni biz qat'iy mutawatir deb jazm qilalaymiz. Agar birasi oz, masalan 1000dan 999 bo'lsa-mu, biz bu xabarni naql qilishini mutawatirlik darajasidan chiqarammaymiz, chiqmaydi. Shu vaqtning o'zida yana bir xabarni bir yoki ikki odam rivoyat qilgan bo'lsa, buni biz jazmiy holda, yaqiniy holda ahad hadis deb ataymiz. Ahadiy bo'lgan bir xabar deb ataymiz. Shunga bu ikkisining o'tirsida bosqichlar bor. Uning o'tirsida ma'u mutawatir hadis, ahad hadis deydigan bir aniq bir keskin ayrilgan bir fasl yo'q, chegara yo'q. Shuni bilib olishimiz lozimki, xabarni naql qilgan kishi, ravi agar birla odam bo'lib qolsa, uningki yolg'onchi bo'lib qolish ehtimolligi bor. Lekin biz uni rostchil deb o'ylasak, rostchi deb o'ylagan taqdirda ham u xabarni asli mohiyatidan, asli yuz bergan ahvolidan boshqacha, aksicha bo'lgan holatda tushunib olgan bo'lishi mumkin yoki hodisning qanday yuz berganligini unutib qolgan bo'lishi mumkin yoki uning boshqa ehtimolliklar bor. Agar shu xabarning o'zini uningdan boshqa bir odam xabar qilsa va u ikkisi xabar bergan bu xabarningki lafzi va tafsilotlari o'xshash chiqsa, u chaqda bizning bu xabarning sahih ekanligi, to'g'ri ekanligiga bo'lgan hukmimizning quvvati bargan sira oshidi. Shundaqla yana u ikkisining xabariga bu ikkisining shu hadis yuz bergandan keyin, ya'ni xabar qilgan hadis yuz bergandan keyin uchrashmaganligini biz bilsak, u chaqda bizningki jazmiyatimizning kuchi, idrokimizning kuchi texmbak oshidi. Chunki bular shu ishni shu hadis yuz bergandan keyin uchrashmadi degan gap yolg'on gap qilishga, yolg'ondan xabar qilishga birlashishmadi, deyishmadi degan gap. Hargizmi ikkinchi bir raviyningki bu vaqani, bu hadisni rivoyat qilishi bilan xabarning quvvati ojizlik ko'tarildi deyilmaydi, balki necha hassa kuchli bo'lib ketadi. Chunki bu ikki kishining vaqaliklarninki xabarning tafsilotlarida o'xshash chiqishi, o'xshash xabar qilishi bu ikkisining diginining bu xabarning haq ekanligini isbotlaydi, ko'rsatadi. Chunki nurg'ulg'an tafsilotlar, ya'ni yolg'on yoki to'qilma gunga bo'lib qolgan bundaq tafsilotlar tuyuqsiz ushtumtut o'xshash chiqib qolmaydi. Faqatla noiti oz uchraydigan ahvolda shundoq bo'ladi. Bu matematika ilmida tunishliq bo'lgan ehtimollik nazariyasidan bilingandek deydi. Matematikadagi ehtimollik nazariyasi shunday demoqchi. Raviyningki soni birsi ozsa, hukmning quvvati shuncha oshidi. Ya'ni odam soni rivoyat qilgan raviylarning soni qancha oshgan sari shuncha kuchaydi hukmning quvvati. Yana ishninki ular xabar bergan shu xabarning aksi ekanligini bildiradigan noiti ojiz ehtimollik bilan billa. Shunda ojiz ehtimollikni nazarga olamiz, lekin bak ojiz demoqchi. Hattoki muayyan bo'lmagan, ya'ni ko'plikdan muayyan bo'lmagan bir bosqichga yetadi. Ya'ni odam soni qanchalik, biz buni muayyan deb beramaymiz, mancha odam deyamaymiz. Hattoki ular xabar bergan shu xabar amaliyotda fi voqe'il amr, amaliyotda shu ishning o'zi shular xabar berganga o'xshash ekanligi va uning qarshi ehtimollikning yo'q ekanligiga jazmiyat qilg'ichilik deydi. Bu bosqich bo'lsa-mu mutavattirlik bosqichidir. Bundan aydınlaşıdaki xabar ahad deganimiz ravisi 1 yoki 2 yoki uningdan ko'p bo'lganlaridir. Mutawatir darajasiga yetmagan bo'lsa. Va hazal mustalahu huwa li g'ayril hanafiyya, bu istilah atalg'u Hanafi mazhabdagilardan boshqa mazhabdagilarning atalg'usidir deydi. Hanafilar sahobalar davrida mutawatirlik darajasiga yetmagan hadislarni xabar ahad deb ataydi. Va muhaddislar xabar ahadlarni 3 qismga ayiradi. Birinchisi fard, ya'ni fard deganimiz ba'zida g'arib deb ataladi.
birlam ravi rivoyat qilgan bo'lsa, hadis tabiqalarining mayli eng avvalda bo'lsin yoki o'ttirda bo'lsin, bir dona ravi bo'lsa. Ikkinchi aziz hadis u ikki kishi rivoyat qilgan. U farddan yuqoriroq darajada bo'ladi. Ya'ni quvvati, kuchlilik darajasi g'arib hadisdan yuqori. Uchinchi hadis mashhur. 3 yoki undan ortiq kishi rivoyat qilgan hadislar mutawatir darajasiga yetmagan hadislar. Bularning hammasi mustalahul hadis atalg'ilaridan iborat. Xabar ahadninki hujjat bo'lish bo'lmasligi. Agar xabar ahadninki ravisi 2 dan 2 yoki 2 dan ortiq bo'lsa va sanadi sahih bo'lsa, illat bo'lmasa va bu hadisga undan kuchli bo'lgan hadis yetganmasa va kuchli bo'lgan zanni ifodalasa, birlik qilingan holatda amal qilish vojib bo'ladi. Ma'a ma fihi minash shubha deydi. Bir az shubhi bor. Ya'ni rad qilinadigan ojiz bo'lgan bir shubhadan iborat. Ya'ni shunchalik bir ehtimollikni o'z ichiga oladi, mutavattirga o'xshash qat'iylikni ifodalamaydi demoqchi, lekin kuchli bo'lgan tarafini ko'rsatadi. Naqlning holatlarining eng ojiz holati naql qilguvchi faqat bir bo'lsa, ravi faqat birli bo'lsa, bu eng ojiz holatidan iborat. Chunki biz oldida tilg'ib o'tgandek, uningga nurg'ulg'an ehtimolliklar keladi. Hamda ravisi 2 yoki undan ortiq bo'lsa, birlik qilingan holatda, ya'ni hamma mazhabda o'rtaq hujjat qilmaydi dedik. Ammo shariatda xabar vahidninki ravisi faqat birli bo'lib qolgan vaqtda bu joy ixtilof qilindi. Nurg'ulg'an olimlar xabar vahidning ravisi bir bo'lib qolgan vaqtida buni inkor qildi. Uni g'arib deb atadi va ba'zilar shoz deb shu qatorda hisobladi. Ba'zilar munkar deb qaradi. Imom Ahmaddin rahimahulloh shunday naql qilinganki, sizlar bu g'ariblardan saqlaninglar, ehtiyot qilinglar, uning ko'pinchisi munkardir deganligi rivoyat qilingan. Ibn Hajar rahimahulloh shunday degan, Ahmad va ulardan boshqalar munkarlarni mutlaq fard hadislarga, ya'ni ravisi birli bo'lgan bunda g'arib hadislarga qaratgan, qo'llangan degan. Ular xabar ahadninki ravisi birli bo'lgan chaqda rad qilamiz, hujjatlik yaramaydi degan bu so'zga Alloh subhanahu va taoloninki guvohlik masalasida 2 guvohchini shart qildiganligi bilan dalil ko'rsatgan shuni. Agar bir odam guvohlik bersa, guvohlik beradigan ishlarda qozi uning shahodati bo'yicha guvohlik bo'yicha hukm qilmaydi. Bir bog'lam piyoz bo'lsa, bir misol keltiradi. Shunchalik kichik narsa bo'lsa-mu, bir odamninki guvohligi bo'yicha hukm qilmaydi. U guvohchininki bir guvohchining adolati yoki dobti qanchalik darajaga yetib ketgan bo'lishidan qat'iy nazar, ya'ni u noyatibak adolatlik, dobti noyat yaxshi kishi bo'lgan taqdirda ham uning shahodati qabul qilinmaydi. Shuning uchun ravisi birli bo'lgan xabar ahadlarni rad qilamiz, hujjat qilmaymiz demoqchi. Ular yana Umar ibn Xattob radhiyallohu anhuning bir ayolning xabarini, ya'ni ayol kishi degan so'zni rad qilganligini dalil keltirgan. Ya'ni bu ayol yo'ldoshim meni 3 taloq qilgandan keyin payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yo'ldoshimni menga nafiqa berishi yoki turalg'u uy qilishga buyurmagan degan shu so'zi Alloh taolaning Qur'on Karimdagi ayollar taloq qilingandan keyin ularga nafiqa bersilar va turalg'u uy qilib bersilar degan shu oyatlarning mazmuniga am bo'lgan mazmuniga zid kelganligi uchun biz bir ayolni deb Qur'on Karimningki mazmunni xilop ish qilmaymiz degan shu mazmundagi shu gapni qilgan. Ammo bu bir-biriga zid gap emas, chunki bu ayol 3 taloq bo'lgandan keyin birinchi qatimliq va ikkinchi qatimliq taloqning iddatida har kishi nafiqa beradi va turalg'u uy qilib beradi. Ammo bu yerdagi gap, agar xabar vahid umumiy hadislarga, hadislarning umum mazmuniga va yoki masalan Qur'onniki oyatlarga, mazmuniga, shariatning ruhiga xilof kelgan vaqtda u chaqda rad qilindi. Ya'ni shundaqla Abu Musa radhiyallohu anhuninki xabarini rad qilganligi, Umar ibn Xattob radhiyallohu anhuning ijozat so'raganligi haqida 3 qatim ijozat so'ragandan keyin avval chiqmanki qaytib ketgan va payg'ambar alayhissalom mushta degan deb mushaqtiki hadisni degandan keyin Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu sening bu so'zingga boshqa daliling bo'lmasa ishonmayman deganda shu gapni qilganda keyin yana oxirgi ulab meningki boshqa guvohchi akal mushu hadisni anglagan boshqa odamlar akal deyishimga sabab bu hadisni texmo kuchlantirishim uchundir degan. Xabar vahidni rad qilganlik emas amaliyotda. Ular yana Imom Ali radhiyallohu anhuning payg'ambar alayhissalomdan rivoyat qilingan hadislarni shu hadis so'zlagan ravi
qasam qilib bergichilik qabul qilmagan. Ya'ni mushun dalil qilgan. Raviydan qasam qilishni talab qilgan. Men haqiqatan Payg'ambar alayhisalom olgan mush hadisni deb qasam qilib bergan vaqtda uni qabul qilganligini hujjat keltirgan illal imom Abu Bakr deydi. Abu Bakr roziyallohu anhudan boshqa deydi. Abu Bakr roziyallohu anhu siddiq bo'lganligi uchun Ali roziyallohu anhu Abu Bakr roziyallohu anhuning hadislarini qasam qildirmasdan qabul qiladi. Boshqalarnikichu kuchlantirish uchun, ta'kidlash uchun qasam qildirdi. Qasam qildirganligi hargizmi xabar vohidniki hujjat emasliginiki dalil emas. Lekin shular shuni hujjat qilgan. Lekin jumhur musulmon olimlar shahodat bilan, ya'ni guvohlik berish bilan rivoyatning o'ttirisini ayirgan. Ular birla ravi rivoyat qilgan bo'lsa hadisni bu xabarni qabul qilgan. Ammo guvohlik masalalarida guvohchilar bir bo'lib qolsa, bir guvohchi bo'lib qolsa, buni rad qilgan. Shafi'i rahimahulloh buningga mundaq hujjat keltirgan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam elchilarni har taraflarga shariat buyruqlarini yetkazish uchun, dinga da'vat qilish uchun birdan unda avatgan. Ya'ni yolg'iz avatgan. Bir nechasi bir avatmagan, ya'ni yolg'iz avatgan. Bu orqali ularga hujjat turg'izatdi deydi. Hujjat turg'izlatdi. Va nahnu nara, ya'ni biz bunda deb qaraymiz, ya'ni bizning fikrimiz, tutqayimiz bu. Annahu yuqbalu ma'al hazri shadid. Birla kishi rivoyat qilgan xabar ahadni qabul qilamiz, ammo qattiq ehtiyot bilan, uyg'oqlik bilan va isbotlab tekshirib, andan keyin qabul qilamiz. Yana shu birlam rivoyat qilgan shu kishini, rivoyat qiluvchini imoman dobitan bo'lishini e'tiborga olamiz deydi. Uningki noiti astush qobiliyati yaxshi yoki yozgan bo'lsa, daftarga yozib olgan bo'lsa, hadislarni noiti ko'ngil qo'yib turib, ehtiyotkorlik bilan, noiti astoydillik bilan yozgan bo'lish kerak deydi. Masalan, Malik, Imom Shafiy, Imom Ahmadlarga o'xshash imom bo'lish kerak. Dinda peshvo bo'lgan olim bo'lish kerak deydi. Va uning hadislari sahih bo'lish kerak yoki bo'lmasa, tamomiy dobitga yaqin bo'lish kerak. Bu chaqda qabul qilindi va hadis hasan bo'ladi. Agar adiyud dabt, ya'ni uningki astush qobiliyati va adabdagi yozib olish qatorliqlar odatdagi bo'lib qolsa, uning hadisi rad qilindi va shaz hadis bo'ladi. Mana bu qadamlar teyilib ketadigan o'rindir. Nurg'un muhaddis olimlar mana mushu asosdan g'aflat qilgan. Ular sal qaraydi va mushu sabablik dinga g'arib, ya'ni mayli amal ibodatlarda bo'lsin yoki e'tiqodlarda bo'lsin, dinga nisbat berish durust bo'lmagan g'arib hadislarni dinga nisbat berib qo'ydi. Va ma zakarnahu va savab al-mu'tamad inshaalloh deydi. Biz hozir tilga o'tgan mushu mazmunlar, ya'ni oxirgi ko'z qarash u to'g'ridir va ishonchli deydi inshaalloh. Ya'ni xabar ahadni ikki yoki undan ortiq ravi rivoyat qilsa, hammasi birlik kelgan holatda qabul qiladi, hujjat qiladi. Ammo birla kishi rivoyat qilgan bo'lsa, hozir deb o'tgan shartlar bilan hujjatlik yaraydi degan gap. Hamda xabar ahadlar bilan e'tiqodiy masalalarda hujjat qilsa bo'lamdi, bo'lmamdi. Yuhtajju bi akhbaril ahadi fil ibadati wal muamalati va g'ayriha deydi. Ibodat masalalarida bo'lsin, muomalat masalalarida bo'lsin, va ulardan boshqa masalalar bo'lsin, xabar ahadlar bilan hujjat qilishga bo'ladi. Usuliy olimlarning ko'pinchisi xabar ahadlarning aqida babida hujjat emasligini o'tirib qo'ygan. Agar raviylar ko'p bo'lmasa, toki mashhur bo'lgan qadar deydi. Mashhur bo'lsa, u chaqda aqida masalalarida hujjat qiladi, lekin mashhur bo'lmasa, az bo'lsa raviylar u chaqda aqida masalalarida hujjat qilmaydi deydi. Chunki mashhur bo'lgan chaqda bu qalb xotirjamlik ato qiladi. Raviylarning ko'p bo'lishi bu vaqtda yana shavohid va qara'inlarningki ko'p bo'lishiga o'xshash deydi. Shavohid va qara'in degan kuchlantiruvchilar degan gap. Masalan, bu hadisni, xabar ahadni rivoyat qilingandan keyin qarab baqsaq, uningki ma'nosi, mazmuni Qur'on va boshqa sahih hadislarga zid kelmagan bo'lsa, u chaqda ya'ni mushlar shavohidlar bo'ladi. Ya'ni Qur'ondagi oyatlar va boshqa hadislar, sahih hadislar shavohidlar bo'ladi. Ammo har tarafdan fard bo'lgan, yolg'iz bo'lgan g'aribga kelsak, bu hujjat emas. Ya'ni aqida masalalarida har tarafdan fard bo'lgan bunda hadislar hujjatlikka yaramaydi. Shundaqla
hadis ahad va mustafid hadislarga muxolif chiquvchilarni kafir demaymiz. Qanday kishilarni kafir deymiz desa, dalolati qat'iy bo'lgan mutawatir hadislar ko'rsatgan aqidaga xiloflik qiluvchilarni biz u chaqda kafir deymiz. Ya'ni bu shundoq mutawatir hadislarki, olimlar uning ittifoq kelgan shu mazmunga, shu hadisga to'g'riligiga, mutawatir ekanligiga va uningki hukmi din zaruriy bilinadigan bo'lsa, bu chaqda buning qarshi chiquvchilarni u chaqda kafir deymiz. Masalan, 5 vaqt namozga o'xshash degandek. Ammo xabar ahadninki bir kishi rivoyat qilgan, masalan, mushta hadislarni inkor qilsa, uning zid ish qilsa, kafir demaymiz. Chunki uning biz yuqorida deb o'tgandek, yana bir ehtimolliqimi bo'lish uchun. Masalan, ravi xato tushunib qolgan va yoki unutib qolgan va yoki yolg'on to'qigan ehtimolliqlari bor bo'lganligi uchun. Xabar ahadlarning qabul bo'lish shartlari, qabul qilinish shartlari. Biz uning so'zini rostlab tasdiqlaydigan, har qanday bir kishi bir xabarni yetkazgan bo'lsa, bo'libmi, o'zi yolg'iz yetkazgan bo'lsa, ulamolar mushu xabarninki qabul qilinish uchun qo'ygan shartlar ularninki qabul qilinadigan, maqbul bo'lgan xabarning har turli ta'rifatlari uchun, har turli uchun qo'ygan shu ta'rifatlarini tushungil bo'ladi. Bu turlar sahih li zatihi, sahih li g'ayrihi, hasan li zatihi, hasan li g'ayrihi qatorliqdan iborat, amma zaif va mavdu' to'qilma hadis rad qilindi. Sahih li zatihi deganimiz uni adolatlik, dabit kishi shunga o'xshash kishi rivoyat qilgan bo'lsa, hattoki shu xabarninki manbasiga yetkuchilik, ya'ni matniga yetkuchilik, payg'ambar alayhisalom bunday degan yoki qilgan degan kelishlik uzilib qolmasdan, ya'ni raviylar zanjirda uzuklik bo'lmasa, shozlik bo'lmasa va illat bo'lmasa, ularning hammasi mustalah hadis fanda chiqadigan ilmdan iborat. Mana bu yerda xabarninki o'zining sahih bo'lish uchun 5 turli shart bor. Bular ravining adolatli bo'lishi, dabit bo'lishi, uchinchisi sanad muttasil bo'lishi, uzuklik bo'lmasligi, shoz bo'lmasligi, illat bo'lmasligi qatorliqlardan iborat. Biz bu shart haqida tartib bilan tuvanda so'zlaymiz. Sahih li g'ayrihi deganimiz u hasan hadis boshqa hadislar bilan kuchlantirilgan vaqtda sahih li g'ayrihi aylandi. Asli hasan hadis. Endi hasan li zatihi deganimiz sahih hadislarning shartlarini o'ziga to'plagan, lekin uningki ba'zi ravilari dabti tam emas, dabti yenik bo'lib qolganlari uning hadis hasan bo'ladi. Endi dabt degan nima, adolat degan nima desa, adolat degan u kishining to'g'riliq bo'lgan intilishi. Ya'ni qanchalik darajada rost gap qilishga masalan intiladi. Dabt deganimiz yodlash quvvati va yoki yodlamasimi kitobga adabdagi yozgan bo'lsa, hadislarni xotirlagan bo'lsa, shuning ko'ngil bo'lishi, qanchalik darajada ko'ngil bo'ldi, ehtiyot qildi degandek. Hasan li g'ayrihi degan asli da'if hadis, lekin boshqa sahih hadislar bilan kuchlantirilgan bo'lsa, u chaqda hasan li g'ayrihi bo'ladi.